Sotuvimizga yangi 2025 model Cadillac Optiq elektromobili keldi. Mashinamiz to'liq elektrda harakatlanadi. 600 km zapasxo'rligi. Hozirgi kunda shaharda juda ham kamyob mashinalardan bittasi. Tashqi dizaynlariga alohida bitta baho berib qo'yasizlar. Full navorot bilan jihozlangan. Tashqi dizaynlari ham juda ham chiroyli holatda turibdi. Xudo xolisa hammamizdagi mashinani olib haydash nasib qilsin. Faralarning dizaynini qarang. Old ablisovkalari bilan polni yonadi. 4 ta balon tortadigani. O'zini mana 20 razmer firminiy diskalarda, Michelin balonlarda 160 gradus kameralar bor, slipovoy zona, bakloylarda abagrev bor. Salonlari ham full navorot bilan jihozlangan. Polni abagrev, abduf, pamit sidenalari elektronli, AKG audio sistemalar bilan jihozlangan. Salonlari ham juda ham xolisi komfortli, shunday bo'ladi. Panoramalari bor. Besprovodniy zaryadkalari bor. Skoshlari, avtohold, hamma funksiyalari bor. Xohlasa juda ham zo'r variant. Mabodo naqdga pul yetmasa bu mashinani Rossiya savdoga ham xarid qilsangiz bo'ladi. Polni ham faralarni yo'llari bilan daji yonar ekan. Xohlasa juda ham zo'r variant. Shaharda ajralib yuraman deb yurgan okalarga bu videoni jo'natib qo'yasizlar. Naqdga $39,500, internetda bitta qidirsanglar 40,000, 41,000 turibdi kamida. Xohlasa juda ham zo'r variant. Rossiya savdoga ham xohlasa kelishtirib chiqarib beramiz. Pastda nomer qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib baraka qolsanglar bo'ladi.